Yaxshi sizlar do'stlar, bugungi darsimiz kokosdan qaymoqli bulka. Buni tayyorlash uchun 40 gram bulguni, 1 tal tuxum, 7 gram xamir turish, 90 gram shakar, 6 gram tuz, 250 gram süt bularni qo'yib, tez aralashtirib xamir qilib tayyorlaymiz. Xamirimizni ishlab, mushalat kelganda 40 gram seriq mayni yuzib, yana yaxshi ishlaymiz. Seriq mayni to'liq takshi yuzimiz. Andan xamirimizni qachiq silib, o'rab, o'zining ichki kassigacha ko'ptirsak bo'ldi. Köpken xamirimizga yana bir ishlayotgandan keyin 20 gramdan uzib, no'g'ish bilan yeyib, mushakillik tugib, anani liz silib, ustiga tuxum siyriqi berib, 180 gradusda 18 minut pishirsak bo'ldi. Qaymoq uchun silib qaymoq 150 gram, shakar 15 gram bularni ko'ptiramiz. Sovuq tayyorlangan bulgurimizni o'tirsini kesib, ustiga eritigan seriq may yoki eri surkab, undan kokos bilan bezab, o'tirsig'a tayyor bo'lgan qaymoqimizni siqib iste'mol qilsak bo'ladi.